Ijara uyi. Kechirasiz. Qattiq og'ridimi? Suyetsin, erkak kishi bo'la turib, shunchalik ham ojiz bo'lamanmi? Yillar davomida aqlimni yo'qotib yurdim. Dori-darmon xarajatlari, yeb-ichish, kiyim-kechak hammasini o'zing ko'tarib kelding. Hozir o'zimga kelgan bo'lsam ham vaziyatni o'zgartira olmayapman. Hatto seni kamsitishlariga ham yo'l qo'yib berdim. Gutsen, men sizni yaxshi ko'raman. Kelajakda hayotimiz porloq bo'ladimi yoki aksi, har qanday holda yoningizda bo'laman. Yo'q. Tavakkal qilib meni shuncha yil davolatding. Endi ishonchingni oqlashim shart. Go kompaniyasi. Yana senmi? Gutsen, Bir telba bo'la turib, buncha kibrlanasan. 100 ming oylik beriladigan ishni rad etib yubormoqchimisan? Axlat chiqindi xonada turish kerak. O'zingni martabali inson deb tutib, odamlar orasida paydo bo'lishni xayolingga ham keltir. Nima demoqchi bo'lyapsan? Ish joyini tayyorlab qo'ydim. Vazifang juda ham oddiy. Bu korporatsiyasi hududini tozalaysizlar xolos. Demak, bu xonimni bizga qilmoqchi bo'lgan muruvvat shumi? Agar shunday bo'lsa, buni qabul qilmayman. Nima, sen bilan maslahatlashyapti deb o'yladingmi? Opam seni bir marta himoya qilganiga doim asrab qoladi deb o'ylayapsanmi? Haqiqatni aytaymi? Sen istagan paytimda o'yin qilib, o'ldirib yuborishga kuchim yetadi. Agar rozi bo'lmasang, hammasini shu qizdan boshlayman. Yoningdagi har bir odamni qirib tashlayman. Go kompaniyasi. Nega supuryapsan? Hamma yer chang bo'lib ketdi. Qo'ling bilan terasan, tushundingmi? Qo'lim. Yaxshilab artasan. Mana bu yerdagi izlarni qara, shu ham tozalashma. Yetar. Sizlar shunchaki farroshsiz. Nahotki sizlarni odam o'rnida ko'radi deb o'ylasang. Majlislar xonasi. Hujjatlarga tegishga kim ruxsat berdi? Bu kompaniyani maxfiy hujjatlari. Qamoqqa tiqib yuborishimdan qo'rqmaysizmi? Gutsen 26 yoshda. Chan xonim, ikkinchi shifoxonadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, to'ng'ich farzandingiz boshidan olgan jarohati tufayli aqli zaif bo'lib qolgan. U yillar davomida davolanib kelmoqda. Butun umr shunday bo'lib qolishi ham mumkin. Ley, quloq sol. DNKda ko'rsatilgan insonning ismi sharafini aniqla. Yo'q, bo'ldi, qo'yaver, o'zim borib so'rayman. U seni akang bo'lishi mumkin. Aqli noriso Gutsen 26 yoshda. Bolam, sen meni jigar go'shamsan.